Assalomu alaykum, hurmatli muhojiratdagi qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyaga tug'ilib Hamiddan, hammanglarga o'tliq salom. Meningki hozir sizlarga naq maydon qilib demoqchi bo'lgan gap so'zlarim mushu men namoyishga chiqib hozirgacha bo'lgan ahvollar ustida to'xtalmoqchi. Men namoyishga ota-onam deb chiqdim. Ota-onam deb chiqib undan keyin beshida azroq o'zimniki dunyo uyg'ur qurultaydiki ma'lum bir kishi sababidan qo'yilganligim aldanganligim to'g'risida shu namoyishga aralashtirdim. Chunki endi u naq maydon bo'lgandan keyin odamniki ichi hasratga to'lgandan keyin qo'soq ko'pigi bo'lgandan keyin deydi uni. Chunki meningki mushu prezident Trump hukumati vaqtida men mushu guvohliklarni berib, mushu meningki oila o'chib kirib ketgan chog'da hadam chiqqanda, hamda shu vaqtida shu uydagilarimninkini toza shu yaxshi mushu Shvetsiyaniki mushu televiziya kanallariga chiqib guvohliklarni berib, toza yaxshi bo'layotgan vaqtida hamda mushu medialarim to'xtatib etildi, aniq qilib berma deb mushunday ishlar bo'ldi-ku. Undan keyin bu jarayonda mushu qurultaydagi mushu bo'g'ayishni degandan keyin bu qurultaydan menga hech qanday bir odam aloqaga chiqmadi, hech qanday bir odam qo'ligini yopirib olib, bu sarang, bu davrda u bu dedi. Shuning bilan undan keyin men bu haqiqatlarni bara oshkorlashga boshladim. Ba'zi chiqargan narsalarni chiqardim qo'limdagi, ammo ba'zi narsalarni chiqarmadim, chunki ba'zi bir do'stlarniki undan keyin tuqqanlarniki nimiz qilishi bilan muhimi ota-onamniki turmada, shu Xitoyniki turmada, uning ustiga odamni Urumchida yashayotdi, lagerdan chiqib bo'ldi. Ularniki amalligini o'ylab ba'zi narsalarni ichimga yutib dedim, lekin bo'lsa shu bir ajoyib bir ishlar bo'lib lekin ba'zi yerlarga kelgan chog'da işte qisilib qoldim. Bu deganlarimning ichidagi hammasi endi haqiqat hozirga kelib men bir Uyg'urni tek aldimidim, müşkemki bir Uyg'urning bir tal pulini yavag'ina yerim yo'q, bir nachar ish qilgan yerim yo'q, bir mening bir xalqning bir uyini buzib o'tgan yerim yo'q, xalqningki ayollarga yo og'aylarimningki yoki boshqa bir to'rlar chaqchaq qilib nima qilgan yerlarim yo'q meningki. Shuningga bu qurultayning meni tutilgan hech narsam bo'lmagan keyin u videorimni kesib evilib, bu narsamni kesib evilib, chaplab, shunday o'zlari qilib sestib, mana bugun kunlik keldi. Xulos kalam undan keyin indigenous masalasi chiqdi degandek, bu jarayonda men shu hatto uyimdagilarningki qasd kuchirganligi to'g'risidami shu G'o'lji shaharniki Yangiayat mahallasidagi shu 8 o'zbekningki bolalarningki birisi bo'lgan Shvetsiyada yashaydigan shuningki nima deb keldim. Asosligi hamda bu yerda demoqchi bo'lganim hamma narsalarimni, shu muddalarimni, hamma narsamni men bildirib keldim. Shuningga mushu jarayonda endi meningki mushu hozir endi tunugun mushu jarayonda mushu Mirzat akamiz bilan birga bir yo'lda mengib keldik. Nima endi to'rda tanishib mengib keldik. Undan keyin o'zimizniki fikrlari bo'lsa deyishib keldik. Uningga men o'zimning bo'lgan jarayonlarni dedim, ammo muhim bo'lgan gaplar narsalar deyilmagan bilan, ammo shu ota-onamning qasd kuchirganligi, shunday ishlar, shu narsalar undan keyin bu Shvetsiyaga cho'nglarga telefon qilib so'rabdi. So'rasa ba'zilar tug'liq inimizning da'vat qilini rost, lekin shu cho'ng yerga tushib oldi, undan keyin uslubi xato bo'lib qoldi, shu odamlarni tillatida haqorat bo'tdi degandek gaplarni qildi. Tunugun undan keyin menga qo'psam shu messenjerga shunday gaplar kelibdi-da. Shunda qandaq endi sizmi tugun mushta kimdak Mirzatdek mushta apo so'rab yoki bir nima qilib mushta o'zgarib qolasizmi bu dedi. Men endi bu Mirzat akamizningki endi bu yerimda diqqat qilsam dunyo uyg'ur qurultaydan apo so'rgandek narsani ko'rmadim-ku. Faqat Do'lqin Aysani o'zimi to'rlarda tilladi. Kava yo Frankfurt 20 yevroga man to'ynaydigan kava bu deb toz tilladi. Bağandan keyin buning savol javoblarga javob bergandan keyin ba'zi narsalarda buni qoyil qilgandan keyin buningki endi o'zininki
nima deymiz endi buni qayil qila olibdi shaxsan bu endi ashada kechirim so'rab rasm chiqaribdi lekin man deydiganim biz to'g'ridagi bundaq aka uka deb nima qilamiz lekin biz bir tashkilotning odamlari emas biz tashkilot qurulganlar emas biz bir xalq biz bu yo'lda ketib etib xalqni o'yg'atguvchi ham o'zimizniki vatanimizniki mustaqillikqa bo'lgan mustahkam irodasini ifodalaguvchilar bu yerda hech qandaq bir insonni bir insonga ketib elib voy endi tug'liq yolg'iz qoldi voy bular mandaq bo'ldi andaq bo'ldi degan gap yo'q man yolg'iz inson dunyoga yolg'iz keladi yolg'iz ketadi mana ota onamizdan ayrilib musofir bo'lib yolg'izlikda yashayapmiz hech qachonda biz bizni xudoyim yolg'iz qo'ymasin bizning oqimizda xudo bo'lib tursin shaytonning ozdirishidan xudoyim saqlasin man endi bu narsaga hech qanday qaramayman o'ziningki shaxsiy tanlashi o'ziningki mushu endi balkim mana shuni qoyil qilgan bo'lsa chunki uning ota onasini foydalanib qurultaydagi bir odam unday qilmadi masalan meniki ota onamdan foydalanib turib meni qo'ydi nurg'un bunday josuslik ishlariga solmoqchi bo'ldi bu mirzat akamning beshi ekanmidi bu mening beshim keldi ota ona meningki uninki emas endi biz yo'lda ketayotib bu haqsizliklarga chidamay biz bilan birga qitilib qildi ammo u biz deganlik emas man cho'qim bir dilyarning odami yo bir zumrat adashning odami yoki palonchining emas biz hammamiz xalq bu yerda hech qandaq bir tashkilot qurgan bir cho'qim bir biz bir topda bir jidal qilayotgan odamlar emas biz hammamiz o'z oldimizga harakat qilib vatanimiz mustaqil bo'lsa ota onamiz turmadan chiqsa irqiy qirg'inchilik to'xtatilsa degandiki insonlar uningdan boshqa bilan bizningki hech qandaq aloqamiz yo'q shunday gap uningdagi ikkinchisi bo'lsa dunyo uyg'ur qurultaydiki bu sesiqchiliklarni man obdan bilaman bularninki ichi badbashir bilan noiti qiliqsizliklar bilan qo'ymichilik aldamchilik odambedikchilik qochoqchilik nomussizlik poshivozlik aroqchilik bilan to'lib ketgan bir chirigan tashkilot biz buni o'rib etimiz demadik ichidagi sistemasini yangilasin odamlarni yangilasin o'qigan ziyolilar BDT'dagi projektga indigenuslarni yo'q qilib tashilsin mustaqillik talab qilsin dedik biz boshqa hech qanday birini o'rib etimiz yoki bir chiqib bulardan bir achchig'imizni oldigan ko'ngil xo'sh qilgan ish yo'q bularninki o'zi jinoyat patqiga ketib jahannamdan o'rnab bo'lgan milliy munofiqlar bu bularni biz tilib man xato qilibman o'tganda tillab borgu bularni gunohini yengiltib beribman man xoin deganda qo'ysa haqorat qilib tillash kerak lekin bular shu til dashnamlarga shu narsa haqoratlarga bular loyiq endi To'lqin Aysoning gapiga kelsak To'lqin Aysomi shu o'zininki qurultayning ichidagi shunga kuchi yetmaydiganini bilib mana shu Shvetsiyadan shu Bosniyaga borgan Nijat Turg'un degan akamizga ashta debdi voy mening qulog'im tep-tez bo'lib qoldi hozir mani qilingni deyman tashlab bermay qilmay men burunqidek buyruqni tushirgan ish yo'q deb anda bo'lib qoldi undan keyin Abdukim Idrisninki gaplarni chiqardim voy sizni jazolamoqchi bo'libdi u bu dedim shundan o'ylan qopib maqitdim u bosh jasusning nervisiga tegdimi Abdukim Idris bilan Ro'shan Abbos oilasini mana yetim qoldiribdi mana shunday gaplar undan keyin bu Dunyo Uyg'ur qurultayininkini shunda dedim endi Dunyo Uyg'ur qurultayi chapanchilari Erkin Sidiq Osiyo Uyg'ur Mehmet Doktor Behram Sintosh Arslan Hidoyat Nabijon Ala shu hammasi quyrug'iga payqadab chiqib indigenusga chapayib ketganlar mana o'zinglarning raisi indigenusning xato ekanligini indigenusga qarshi turganligiga uchuq xalqning oldida javobgarlikni javobini berdi bu To'lqin Aysoninki bu jihatdagi man xato deb qarayman man bundan qarshi degan savoli bu savolga bu javobni berishi sizlarninki hammanglarnikiga urilgan bir tasdak po'doqchilik qilsanglarmi mana g'arb davlatlari yashayotgan bo'lgandan keyin qoida nizomlar bo'yicha shu qoida nizomlarga tushsa po'doqchilik qilsanglar qoida nizomlarga tushmasa ana o'zinglar rasvo bo'lasizlar mana shunday bir guruh ishlar undan keyin shu kuni videoda Zubayraninki o'sha indigenus to'g'riliq undan keyin 2008da mushta bo'lgan bu narsa deyilgan mushta Uyg'urlarning huquq qonunlarini qo'g'dash uchun Uyg'urlarni qo'g'dinib qilish uchun nima deb unda bo'lsa shu indigenus masalasi Uyg'urlarning huquq kishilik huquq shu narsalar qilgan bo'lsa 2008larda turbatlar kirib bo'libdi nima deb 2009da Urumchilik qirg'inchiligini oldini ololmadi
Aşı axırğa serib etsanlar videonunki Əşəd Zübeyranın degan gapi bor. Nima uchun Əşəd aşı narsani qilmadi? Onda o'sha Erkin Sidiq efendimga deydigan gapim, nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultayiningki raisi Dolqin efendim men buningga qarshi, bu indigenizga men qarshi, bu xato deb qarayman deganga siz nima deysiz endi? Qolgan chapayib chiqqanlar nima deysizlar? O'zinglarning rais mana javobni berib atdi-ku. Dolqin Aysa efendim, men sizga qanchinchi oyning qanchinchi kuni telefon qilib, sizdan men aka mening ota-onamni solib atgandim, men Dunyo Uyg'ur qurultayini tillab olay yoki sizni tillab olay, chidab bering degan gapni qildim. Sizda ashundaq bir fidokorlik, ashundaq bir xalqparvarlik bo'lsa, agar men rost aytadigan bo'lsam, chidab olmay nima deb o gapni davetisiz hamsa? Bu birinchi savol sizga. Men sizga hech qachon unday gap qilmadim. Kerak bo'lsa biz Germaniya istixborotininki bilan bo'lamdi, Shvetsiya istixborotininki, shu Xitoy ishlar bo'limi bo'lamdi, Saponinki biz siz meshaga kelsangiz, Nijat Turg'un akamiz, sizning avaylik hurmatlik iliqi aroqkash bayonotchingiz Dilshatrish degan biz kirib surishtirsak bo'ladi, telefon nomerlarini tekshirsak, WhatsApplarni tekshirsak, hamma nimada açsaq bo'ladi. Kirib ashnalarni deyishib qilsak bo'ldi. Men hech qachon sizga unday gapni qilmadim. Uningdan keyin siz shu bir Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi bo'lib, Londonda sotuvchilavasiz, nima deb shu nag'ma-navolarga, nima deb shularga siz yo'l qo'ysiz? Muattarning oldidagi kichik qizlarning oldidagi 5567 degan sifir qanday kelib qoldi? Asli 2 qitimliq oshmoqchi bo'lgan London sotinglar nima uchun 3-chi qitimliq yechilgan bo'lib qoldi? Asli 2 qitim ichilatdi, birinchisi yozda ichildi, ikkinchisi kuzda ichildi, endi qishda yana birisi ichilmoqchi bo'lib qoldi, 12 shu yaqinda ochtinglarmi birisi bo'lib qoldi. Demak, oldida qilganlaringlar yetarli bo'lmadi. Shuningga sizlarga oyoqdan yana ma'lum chala qilib qolganlik, xalqni qanoatlantirgan yer bo'lmag'achqa, inglizlarning vijdonchidimi yana sizlarga 3-chi qitim sahna hozirlab berdi. Garchi bu sotniki qarlash yoki hech qanday bir ahamiyati bo'lmasa-mu, ammo 3-chisi to'g'lib chiqib qoldi. Asli bu 2 qarorliq sotdi-ku deyman. Bu bir. Ondan keyin Dolqin Aysa efendim sizningki Dunyo Uyg'ur qurultayingizning ichida saranglik kinishkisi bor turib, Dunyo Uyg'ur qurultayidan mulozimat puli elib, Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlaydigan odam bormi, yo'qmi? Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida amaldorlarning ichida hotellari travel dokument bilan Xitoyga kirib chiqqan odamlar bormi, yo'qmi? Siz yo'qdan oldimga chiqib, men ko'stayaman ekan. Shuningga biz sizningki bu qurultayingizning ichidagi chirindichiliklarni, maynachiliklarni hammasini tillaymiz. Biz yalnız sizga haqorat qilmadik, Rabiya Qodirga haqorat qildik, Umar Qanotga haqorat qildik, Olim Seytovga haqorat qildik, Abbos oilasiga haqorat qildik. Biz nima deb Solih Xudoyorlarga haqorat qilmaymiz? Biz nima deb Tilyorlarga haqorat qilmaymiz? Shaxsan men misol nima deb unda o'sha bir Najmiddinga haqorat qilmayman? Nima deb boshqalarga haqorat qilmayman? Nima deb sizlarga kirishib qolaman? Chunki sizlarningki ichinglardagi shu til dashnamlar sizlarningki ichinglardagi maynatchilikka, buzuqchilikqa, vatanning davosini sizlar avtonomiyaga eng oxirida bo'lib, mushundaq bizni kishilik huquq, insoniy huquq deb indigenous people'lar deganni hozirgacha tushunmaydiganlar borki, nima haqorat emas, tanqid-da. Ma do'stlardan tegib fikr keldi. Ash indigenous people deganlar degan, endi ash yovvoyi odamlar degan kallasida diplomat quranmaydigan, harbiy armiya quranmaydigan, bank sistemasi quranmaydigan, mushu davlat quranmaydigan odamlarni nima deb qaraymiz? Shu yovvoyi odamlar, shu indigenous people'lar deydi. Bu indigenous people'lar degan endi bir yerlik millat degan gap emas. Bu endi hisobda inglizlarningki a'loni bir masxar degan bir chiroyli qo'yib qo'ygan bir inglizcha ism endi xalqarodagi. Biz ashunda xalqlarma, men yomon gap qildimmi? Men nima deb peshida chiqib ovozimni bildirgan chaqda, men nima deb dadimni anglatgan chaqda, men Dunyo Uyg'ur qurultayidan birisi chiqib, "Alo" deb telefonni fikam tutdi, ayojiningni besibdi. Nima bo'ldi? Biz kelayli mayaga. Sening dading nima? Men anglab baqay. Deydigan gap yo'q. Gapni Dolqin Aysa efendim siz Nijat Turg'un akamizga debsizmi yerda? Bosniyada. Voy bu inimiz bek yaxshi. Biz borsak mehmon qiladi.
shunda naqshlarni aytib beradi, shunda yaxshi, nadi ko'z to'lqin aka deb qilmaydi deb. To'g'ri, biz sizlarni burun ashta qilatdik, Robiya ana datdik, bormag'icha shu qozonning to'qidan o'ri chiqmadi, to'lqin aka datdik, dunyo uyg'ur qurultaydikilar datdik, sizlar kelgicha piknik o'rlashtirib olatdik, sizlar kelgicha do'p bilan tayyorlab qilib, sizlar kelgicha sharpa, hatto biz u yerda qachish yeb tozlik qilib topgan pullarimizdan 100 yevro, 100 dollardan hatto shu yanchiqonlarga sep qo'ygan, biz qadr qimmatinglarni qilmaganmi, To'lqin Aysa apandim? Biz sizlarniki qadr qimmatinglarni qilmaganmi? Biz bugunla chiqib qoldikmi? Biz uning oldidagi yillar sizlarga biz qanchalik ishongandik, sizlar nima qilib tashlayotdinglar? Eng qisqa sizning qurultayingizning ichidagi bir odam nima qilib tashlayotdi? Mesela meningki hissiyatimdan paylanib, ashuni biladi ekansiz, bilib turib, shu Nijat Turg'un akamiz deb siz kim uni aldansin debdi, nariga ishinib ketib ekan uningki deb. Va shu sizning shu uydagilaringizning ismini shu men yozib bergan, shu WhatsAppda shu ampay qilib siznikin chiqarishnikin qilg'achqa men shu seninkini London sotiga qilma, ayaga qilamiz anankin, yoqdan apangdan TV'da chiqdi, degashga men ishinib shu mangan. Çandığınızmı To'lqin Aysa efendi, bazı narsalarni biz ekranga chiqib bak echib kelsak, mening oyoqda ota-onam bor, bu yoqda sizlarga bak sat rasvochilik qilib ketadi. Uningdagi yana birsi uning ustiga ma'voiliqi inglizlarning oldida satma chatalliklarning oldida bir mo'j narsani opirib oyoqqa tashlab qilib, chachi-pachi qilib, sotma sot yurib kelsak, bu bizning sizlarga qilgan bu tanqid emas. Bu bir sizlarga qilgan biz so'roq, tanqid. Ben ağzımda buzdim ras. Ben Rabia Qadirlarni bütün hammasini ağzımda buzib tilidim. Sizlar meningki shu ota-onamningki kirib ketgandan paylanib meni boshqa qilsa, siz rais o'g'a odam yo boshqa odamni avat berib baqa, abal nimdavati to'xtab turib telefonni ichib, fikam sal ayajining besibdi, biz sen bilmaydigan odam emas. Cho'ng dadamni tozi biladi ekansizlar, meshadni akatdinglar. Voy, Farruhga siz degan 89-yil Shvetsiyaga kelib bayroq tiklagan odam, siz degan bizning otimiz. Şu inqilobning aş urqin chashqa odam siz deb Turg'un Alovuddin degan shu tegidillam shundalam ko'tiriblam shu Aminallohu akbar deb bir hafta qolgan chog'da qurultayga akatdinglar. 2 oyning 3 oyning oldida men Nabijondaklarga o'ylaqi Baxtinur Abdurahmon O'karash ko'saning ham xotini shundalarga degan 3 oy burun xabar qilib bo'ldinglar. Haqiqiy ash odamlarni qadrlasanglar, ash odamlarni mishada tillig'izib Aşı Dilshod Rashidlar tozi tillab, keyindan nimalarni qilib, siyosiy o'zgarishlar qilib, ash odamning tashkilotlarini buzib atdinglar-ku shu. Ash odamlarni voy pul yeb ketdi, uni qilib ketdi, buni qilib ketdi, voy o'zbeklarni akval uni buni qildi deb shu qilgan shu sizning tashkilotingizga shu Dilshod Rashidlar shu jidal topganlar. Meshadiki hamma narsadan xabarimiz bor bizningki. Endi xoin desak bizningki xato bo'lamda. Meningki opam bilan dadam turmada yotsa, aprab akab meni MTT qilib 1,5 yil psixikamni buzib, yig'iltib, eli jugatib, uya-buyaga. Ashunda qilsa, siz qopib menga telefon ichib, "Fukam, dadang nima? To'xtabdi, biz meni chiroyli hal qilaylik. Sal nimangni, videoingni o'chirib yetibdi. Ya bo'lmasa, manasini mesela biz berib, ayada Farruh kamlar bilan cho'nglar bilan o'tirib turib, "Ma ishni hal qilaylik" demakdi yo'q. Voy bu menga telefon qilib qurultayni tillab olay degandim aka. Voy Robiya ana, o nima? Robiya ana deyman-ku. Ma voy nima? Qurultayni tillab olay deganda, voy bu saran kalidin ketgan yo'q. Voy bu aroq kesho, u bu deb degan demegan gapinglar qilmagan haqoratinglar qilmadi. Xato qildinglar. Xato qilgandan keyin xato qildi demay nima deymiz? Eng oxir kelib shu petition to'playmiz dedik. Sizlar lekin sizlarni o'rgatimiz degan gapni qilmadik biz. Sen xoin, millatga xoinlik qilding, vatanga, zamonga xoinlik qilding, indigenous people qilib o'tding. Xitoylar bilan parallel holatda mangding. 2004-yilda shu Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilishdan burun tabriknomalar Tayvandan kelib bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultayininki bir uchi Dunyo Uyg'ur qurultayininki bir uchi Jonlanxayga taqalsa, yana bir uchi Amerikadagi demokratlar inedi. Bular o'zlariniki bizning Xitoylar bo'lsa bizning zaminimizni besib olish uchun, Mala bo'lsa o'zlariniki savdolarni globalizmchilar, ya'ni shu dunyoni birlab qaraydiganlar bizning shunday kishilik huquqlarni qilib o'ynatdi qo'y, rostqo uni yog'andagidek nima bor? Yog'imiz tuyuqsiz keldi, kaynimizdan bir tapanch keldi, pang'ir qilib o'limiz. Bo'ldi, hammamiz o'limiz, baribir o'limiz. O'limiz. Boshqa ish yo'q. Shuningga og'zimni buzdim, tanqid qildim, tilladim. Buni men bosh ustimga olaman. Lekin sizlarmi xalqimizni bizni qayerga kerak bir javob bera olamsizlar? Berolmaysizlar. Indigenusni
Yolqina İsa efendim özünüz xata, men bununla xata deb qarayman degandingiz, o'g'alvaldek javob berdingiz. Bu yaxshi javob berdingiz. Lekin biz avtonomiya talab qilmaydik deb, yana siz bo'yin qattiqlik qilib, jiq narsalarni tenib oldingiz. Bunday qilsangiz bo'lmaydi siz. Ma'ning ichidagi chirikliklarni yo'qotib tashlash kerak. Андaq iliq palapatlashlarni ep tashlash kerak. Siz o Yolqina İsa efendim, siz o'zingizning shahona o'rindig'ingizni tiklab olgan bilan, o nimalar erkin sidiqlar ayaqda Uyg'urizmchilar, mashalchilar, ular u yoqda o'zining imperatorasini tiklab olgan bilan, bu yoqda Turg'un Aloviddin yo, Mavo Zubayra yo, Mavo paqpaq bayonotchilar yo, sizlar o'zingizning uch guruh bo'lib imperatorlarni tiklab olib, bu yerda faqat nimadir foyda manfaatni qilib turib, o'zingizlarningki hissi tuyg'ularinglar bilan o'zingizlarningki qandaqdir bir manfaatlaringlar bo'yicha ish qilsanglar bo'lmaydi. Xalqning manfaati bo'yicha, zaminning manfaati bo'yicha ish qilish kerak. Burun Uyg'urningki ishi lager içilmasdi bo'pti, kishilik huquq bilanmi qildik, demokratiya bilanmi qildikmi deylik. Endi lager içilib, dunyoninki Uyg'urninki kishilik huquq u bu deganlar o'zingmi davatsa akuni siyosiy nimaga kirdik deb. Siyosiy nimaga kirgandan keyin siyosiy yo'nalishingni o'zgartmamsan. Nima deb soliqni chaqsa bekadin bekaga. Kichik bolalar echsa ashning bilan. Uning mijozi ishtik olamdi, uning xarakteri qattiq olamdi, u o'zining ishi. Biz uningdagi bu izchillikdan, bu mustaqillik idisidan uni qo'llashimiz kerak. Uning mijozi mayli, mijozi ishtik olamdi, xalqni vaqiramdi, tillamdi, nervim bo'lamdi, u o'zining ishi. Nurmamat Tursunboy tambir chaldigan. Ajoyib tambirdi, ajoyib. Uningki ashundaq iliqi bir talanti bor odamdi. So'ringa kelgan chaqdimi? İşçivilip, cidal tepip, özünü köstüp, bir sazın çağıcı. Xalq boptu deydi. Nimişki, temberinin keyfini sürümüz deyip, onun neslerini yakı taşlayıp durup, nimisini qılattı. Sizlermi bu petition işlerine karşılık qıp kettinler, bizni tillap kettinler, hakaret qıp kettinler, haqninki ayrım akotlarını içivilip, öyle birdem, Türkiye'deki qarım-parımlar, Zümrət ədimizə İstanın içindəki nəsələr qaldı tatib əvətməyən, elə İranınki bir nəməsi də. Vay o çatqın nimə xaqa var. Onda o ədimiz eri bilən qanunluq acırışıb özü Norvegiyan soğuqqa yaratmay ketdi, tügüdü. O lagerga kirdi eri həqiqətən mi? Qızları ballarının dadısı deyib durub, qızlar guvalıq berib, onu bunu qılıb çıxdı mı, onun ayağını bilməyəm. Yana ayal yana nacarlıq qılmadı. Mening ballarımның dadısı deyib turib, işparaysanlı mesela ilyar inilərimiz şu guvalıqlarını berib, dadısının yolunu menib jüdi. Onu sen xalq bilmegəndiki quvağını qısış. Şu Norvegiyada inisi ölüb ketdi, sorundaçılıqda жүрüb. Menim kəşk fukam sorunğa mıraqkənsiz, sorundan neri turun, tamıqınızga diqqat qılın. Toğır deydi, beşində ötken bolğandan keyin. Sen xalq barmı onun aşadı o ayalınki qanchalik qismatlarni ko'gini, meningmi qismatim billa bo'lg'ashqa fukam keling. Mendek bir adınız var, burun izip ketip qalğandınız, yana dep ketdi. Men endi ikkinchi qaytam poq yemayman. Qurultay mening oyog'imga söysimi, ata-onamni ochiq bersimi, haq, men mush do'stlarim bilan, mush adlarim bilan, men mush atrofimdagi meni qo'llaganlar bilan manaman. Mening undaq nijonim, niyatim o'zgarib ketmaydi. Men buni mush messengerda men kelgan javoblardan men mush narsani, men mush do'stlarga mushni demoqchi. Qolganlarmi niyatinglarni, nimanglarni o'zgartinglar. Biz bir yerda ixtilofni tugatimiz o bu emas. O bizning oramizdagi ixtilof degan hech masala emas. Biz baribir chatal grajdan bo'lib qolganlar, biz baribir chatalda yashaydiganlar. Bizningki ixtilof emas, bizningki vatanning ichidagi mustaqil lagerni, zaminni qutuldirish bizning vazifamiz. Allohninki ovozi bo'lish. Meningmi o'yg'onganimga endi 3-4 oy, 5 oy bo'ldi. Uning oldin men hech nima bilmadim ekanman. Men bu Shvetsiyaninki 2019-yil Davlat istixborot idorasininki Xitoy ishlar bo'limininki boshlig'i bilan ko'rishgan chaqda menga nima degan desanglar chaqda. Sen Shvetsiyada birdan-bir Uyg'urlarning burun birinchi qitim qilib bizga doklad yo'llab, biz bilan hamkorlashib bundaq bir ish qilaylik degan odamsan deb menga degan. Demak, uning oldida bu yerda hech qanday ashundaq bir qochoqchilik bo'lsa-mu, Uyg'urning bir-birisiga ziyon bo'lsa-mu, hech qanday bo'lsa-mu, aloqa bildirmagan gapda, rapor qilmagan gap. Şəxsiyyətdəki təqdinlər deyirsizlər. Biz aldınqı yıllarda, onun aldılarda biz özümüzün işi ilə özümüzgə insanlar mənim tor dünyasında kömügən buluşanlar mümkün. Zümrət ədəşdim heç qaçan tor dünyasında emas. Norvegiyadım caqadan tanımaydı özünün
Balları bilan o'zininki oilasining ishi bilan bunday yurgan bir adimiz u. Nimaga chiqdi? Nimaga isyon qilib chiqdi? Nimaga shu jalba qilib chiqdi oldiga vatan, millatim, mustaqillik deb chiqdi, boshqa nima deb chiqmadi. O'n erkakning ishini qilolmaydiganini o'sha ayol qilyotdi. Masalan, meni uyg'otdi mana. O'sha ayolningki sababchisidan men uyg'ondim, men 5-6 oy namoyish qildim. Mana injinislarning ishlari chiqdi, mana hamma narsa chiqib, asosiyatda nurg'un xalq uyg'ondi. Shuning bilan xalq uyg'onib ketgan ekan, Do'lqin Aysa az oldimizga chiqib javob berishga majbur bo'ldi. Buningki tüp yiltizi, tüp men shu negizi deb qaraydigan yerim, men Zumrat adimizga rahmat etaman. Mush adimiz meni uyg'otdi, atrofidagilarni uyg'otdi. U bir yolg'iz bir Zumrat adash emas. U adimiz o'z oldiga chiqiblar, materialni ichiblar, unda qilmaydi. U adimizningki atrofida do'stlari bor, maslahat bilan, unda bizningki oldimizda o'z oldimizga beshboshimchilik qilib chiqib, unda qilgan ishimiz yo'q. Biz chiroyli qilsak anglamadinglar, tilladik. Tillagandan bizning kishilik nimaki shaxsiyatimizga tegdinglar. O'zinglarningki yataqlardagi ko'rinishinglar, voy olim, adibning bolasi bo'lamsizlar, qiz bo'lamsizlar. Haqdan deb qolgan bolalaringlar. Voy yozg'uvchininki bo'lamsizlar, Amerikadagi refiyada, voy aş yataqlar tutilib ketgan ishlaringlar, ne maynatchiliklaringlar, butun buzuqchiliklaringlar, aşı qilmagan ishinglar, ay dunyo Uyg'ur qurul dediklarmi bir yerga men borgan-ku men Janovaga ota-onamning ishi bilan. Yo, ashaga berib bir chidir tikilib qo'ygacha qaroqda ashu viski bilan vodkaning og'zi ichilib ketishga oldiraydi. Shuning bilan shu so'zildim, isyon qildim, chiqdim. Birsing chiqib, "Ma to'xtab tur, ukam, mana men chiroyli gaplashaylik, menda demeding." Oxir bu ish bu yerga keldi. Buningmi yuqorisiga boradi. Sud, qonun, adliya organlari hal qiladi. Shuningga qarindoshlar, mening deydigan gapim, men shu do'stlarim bilan ikkinchi qitim, birinchi qitimda men shunda bir qurultaylik odamga aldanib, shundan keyin yurgan bo'lsam, ikkinchi qitimda uyg'ondim. Men tükürükümni herkes ağzımga almayman. Men şu dostlarım bilan haq tarafda, haq yo'lda oxirgacha şu yo'lda manaman. Faqat manamsam, yerib qolsam yoki ota-onam chiqib bak cho'ng bir besimlar bo'lib kelib qolsa, amdaylik parlamentni oldir uzun bo'lib bo'lmasam, men shu ekranlarga chiqib, do'stlarim bilan hambarlashib, Facebookda haq yozib, qurultayning jundisini ichida ishni qilmayman. Bularni qo'llamayman, bular mening qurultayim emas, menga tava emas. Men Dilyarni qo'llayman, Solihni qo'llayman. Zumrat adashni bir yerlari haqlar tildisa, hujum qilsa, tegida nimdavatsa, u bu deb og'zimni buzib yozaman. Do'stlar bir-birimizni qo'dab mangamiz. Biz tildimidik, tanqid qildik. Men tildim og'zimni buzib. Men uning javobini o'zim beraman. Qanday bo'lsa, uningga boshqalarni qaytib olmanglar. Hamda Mirzat akashning ishga kelgan chaqda Mirzat kam hamda biz bilan burundan mening shu dadimni anglagan, shu yerdagi Shvetsiyadagi kim chaqqanlarni obdan biladi, menga yaxshi nimada tarbiya qilgan. Meningki bu akamizga ham WhatsAppda gap qildim. Xapomanglar ukam o bu dedi. Men xapomayman dedim. Agar kendi sen Do'lqin Aysani ras haqorat qilgan bo'lsang, agar sening ilqi nimangni sen achadi, shu odam seni qayil qilgansa, mening o'rnimda bo'lgansan, men bo'lgansan berib Do'lqinga xapomangman o'tganini sizni işte tillab qo'yibman deb, ayolim bilan, bolalarim bilan kelgandim, hozir aldirashdim deb, hamda mening cho'g'an bo'lsa, hamda rasmga tushmaylam, uni ilqimdan nim qilmaylam, ketgan bo'lsa, u yaxshi, texi yaxshi bo'ladi. Ammo u bo'p bo'ldi. Hamda nima deyman, hamda o'zini mushni hamda bu akamiz hamda ilqi balkim shu o'zini shu ilqi balkim gunohkor deb his qilib qolgan o'xshaydi, chunki Do'lqin Aysa buni qayil qilayotgan o'xshaydi, chunki Do'lqin Aysa Amerikaga bir qaytim bir boradi, bizning aynimizda yashaydi, u bizning uning shakar sharbat gaplariga biz degan manda bo'lib ketgan. Bizga gap kerak emas, amaliyot kerak, ish kerak, natija kerak. Balkim bu akimizning aq ko'ngilligidan foydalanib ketganda, ana qilmaylam, yana bir yerlarda, yana qurultayning ishning kuchiklari, yani buningga haqorat qilishga boshlabdi. Voy andaq, mandaq. Mana bu qurultayninki abtibashirsi ashunda. Bular bir yana ming undaq yaxshi nima qilsa-mu, mana mush kimi chin ko'ngildan chiqarib, mush apol so'rgan bo'lsa-mu, u o'zining shaxsiy ishi. Bizningki mazatakamlar ochgan bizning bir tashkilotimiz yo'q. Bizlar bilan yezib bergan masalan shaxsan mening Zumrat adam bilan shaxsiy tashkilotim yo'q.
man faqat man o'yg'atquvchi meni yo'lga kirgizib qo'ydi, qanday qiladiganini qanday qilmaydiganini hammani dedi. U kash kishi mening yonimda turib meni yetaklab meni shart emas, u adashning qiladigan talay ishi bor, balları var, qaraydigan o'zining shaxsiy o'qishlari bor, ishi bor, xizmati bor. U bo'ldi, bizni kirgizib qo'ydi. Mush yo'lda to'g'rini ko'z tutib qo'ydi, ko'zimizni ichib qo'ydi. Qo'lidagi narsalar bilan, isbotlar bilan, bu narsalar bilan va yada unda emas desak, mana deb qildi. Mening qo'limdagi Shvetsiyaga keldi, ko'rdi. Bo'ldi, fukam unda sizdan baka, bizdan baka, mush yo'lda mang'amsiz dedi, mang'ama dedi. Bu chiroyli ketyapmiz. Hamma yerda birlik kirib olmaymiz. Sizig'imiz kesishilgan yerlar bo'ladi, sizig'imiz kesish bilmaymiz. Sog'liqni qo'llaymiz, dilyarni qo'llaymiz. Bular ezib ketib qolsa, ay Makka deb chaqirib akab, chiroyli gap qilamiz. Agar yana qilmasa, mushta ekranga chiqib qurultay qilgandek tillaymiz, bularni haqorat qilamiz, tanqid qilamiz. O'zingni bil deb. Ammo shunda ma'nodagan gap bu da'vo deganda. Ammo u qurultayningki, yana birlarningki, u da'vo qilyapma, u bu deganlar sassun berib. Da'voni qilmaydi bular. Da'vo bularningki da'vo qiladiganiga yana yillar vaqt bor. Shuningga meningki shu narsalarga, shu savollarga kelgan javob berib qo'y dedim. Undan keyin qarindoshlar, men yana shu to'g'liq Hamid yana shu amdaylik menga ishinib, menga ayrimxonada ishga siranglarni to'kaytinglarmi demayman. Men hech qachonda kimlik yo'q bir akkauntlar bor. Nimasi aniq emas. Kirib voy biz siznikini ko'ryapmiz, qo'llaymiz, o bu desa ma'qul o bo'l deymiz. Sen kim va qayerdan men o'zingni berib, men xalqning shaxsiy uchurlarini olmayman. Men unda bir ma'lumotlarni yetkazib, meni chiqaribda, ani qil, meni qil deb, meni yolg'on ma'lumot bilan ta'minlamanglar. Men u ma'lumotni chiqarib to'g'ri hambahlanishdan burun mening kaynimda palonchi ming odam bor. Palonchi ming bizning o'zimizniki qurgan bunday tahlilchilarimiz bor. Qurib, rasmo, yog'onmi deb turib, bilib turib qilamiz. Shuningga ba'zilar kuyingan bo'lib, men kirib, voy haqiqatchi erkak yigit deb yog'on narsani avatib, to'g'ri chiqarg'izdigan aniq o'yinlaringlarni yig'ishtiringlar. Unda narsalarga men kirib ketmayman. Qarindoshlar, maydonimiz mustahkam bo'lsin. Hech qachonda shu yo'ldan ayrilib qolmaylik. Do'stlardan shu birlikda hammamiz qo'lni qo'lga tutib turib, yo'lda mangsak, Xudoyim cho'qim natijasini beradi. Qisqagina bir misolni desam, sal gapim ko'payib ketib qoldi. Hozir ishxondim, ishlayman hali 8:30da. Desam, hozir Shvetsiyada asos jihatdan oqtamaka, buzuqchilik, kriminal ishlarni FBI'ninki odamlar kelib Shvetsiya soqchilariga yordamlashib tutyapti. Bularninki tegida asos jihatdan hukumatniki ministerlardan tortib hukumat amaldorlarigacha boshqa Shvetsiyaning parlament oldida ko'rdinglar. Har kuni harbiy. Xuddi Aqsaroyning oldidagi harbiylarga o'xshash. Har kuni 5-6 soqchi mashinasi, har kuni kostyum kiygan, xato siyosat o'ynaganlar xalqning oldida sharmandalarcha parlamentdan chiqib ketib bordi. Shuningga qarindoshlarningki siyosat qilayotganlarningki, to'g'ri yo'lda yurayotganlarning davomli to'g'ri yo'lda minishini, boshqa qarindoshlarningkimi haq deb mangan yo'lda haqni tutib minishini umid qilaman. Unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyim qamanat, men xizmat qilishim kerak. Hammanglar salomat bo'linglar.